ot biyani o'ldirdi. Bu videoni ko'rib g'alati bo'lib ketdim. Hamma bolasini o'ldirib qo'ydi deyishdi. Yo'q. Otda or nomus degan narsa bo'lar ekan. Otni g'ashi yomon ekan. Oti o'zini ayolini boshqadan qochib tug'ganida tuqqan bolasini rashk qilib o'ldirar ekan. Buni birinchi marta eshitdim. Shu videoni ko'rdim. Shu videoni ko'rganimdan keyin kommentariyasida o'qisam shunaqa ekan. Sizlar ham bilinglar, balkim u hali video rekka chiqib ketmagandir. Balkim shu men qo'ygan video rekka chiqib ketib bilarsizlar. O'zi to'g'risini aytsam, yana bitta rivoyat aytib beraman. Sizlar eshitganmisizlar, yo'q bilmayman. Otda odami bo'lar ekan. Endi xo'jayinning aytishlari bo'yicha kechqurun otni oldiga borib bo'lmas ekan. Anaqa otda katta bahaybat odami bo'lar ekan, deva bo'lar ekan deyishadi. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib ketinglar. Rostdan ham shunaqami? Otda odammi, devi bo'ladimi? Ko'rganmisizlar? Endi devni hech kim ko'rmaydi-yu. Lekin ot jim turar ekanda. O'sha anaqasi kelganda, odami kelganda, devi kelganda.